Bu ko'pchilik kutayotgan videosi. Assalomu alaykum, xayrli kun hammaga. Bolalarimni reja asosida kun tartibini yozib beraman. Buni ko'pchilik biladi va buni storiesga joylaganimda buni lentaga joylang, uzun qilib, qanaqa qilib tuzishingiz haqida joylab bering, bizni ham ko'ringlar, o'rganinglar deganlar bo'lgan edi. Hozir bu videoda aynan shu ma'lumotlarni topasizlar, birga rejalashtiramiz darslarini, bir haftalik kun tartibini. Ba'zan buni bir haftalik deyman-u, 2 hafta, 3 hafta davom etadi. Darslarni soat o'zgargandagina o'zgarishi mumkin. Bu nimaga kerak? Shuni ham aytib o'tay. Intizomli bo'lishlarida, tartibli bo'lishlarida juda ham katta rol o'ynagan. Qolganini videoda eshitib qolinglar. Men hammasini hozir videoda tushuntirib beraman. Demak, boshladik. Planerdagi avvalgi kunlarni olib tashladim, chunki Yusufni ba'zi dars soatlari o'zgargandi. Rejalashtirishni Yusufni kun tartibidan boshladim va ust qismiga uni ismini yozib qo'ydim. Planer 7 kunga bo'lingan bo'ladi. Yusuf maktabdan taxminan kechki 5 larda qaytadi. Shu uchun har bir kunga qaytish soatini yozib chiqdim. Har kuni maktabdan qaytganida dam olishi uchun vaqt ajratganman. Darslarini esa kechki 6 dan boshlaydi. 1 soat dars qilib bo'lgach ovqatlanib oladi. Keyin esa yana darsiga o'tiradi. Maktab darslarini bitirgandan keyin har kuni chet tili bo'yicha onlayn darslar bo'ladi. Dushanbadan jumagacha davom etadi. Kunlari va soatlari deyarli bir xil. Ammo chorshanba kuni suzishga borgani uchun o'sha kunigina dars soati o'zgaradi. Yusuf shanba kuni ham o'qiydi. Yakshanba kuni esa tushlikkacha bolalar universitetida tahsil oladi va faqat yakshanba kuni tushlikdan keyin hech narsa yozmayman, chunki dam olish kerak. Kunlik rejamizda namozni eslatib ketaman. Soatida o'qiydi namozini. Va uyqudan avval kitob o'qish yoki kundalik daftariga nimalardir yozish kerakligini yozaman. Ba'zan kundaligiga kunlik hikoyalarini yozadi, ba'zan esa kitob o'qish bilan mashg'ul bo'ladi. Yusufni bir haftalik kun tartibini yozib bo'lganimdan keyin Zaynabnur va Ismanur ham kun tartibini yozib chiqaman. Men bunaqa kun tartibini 7 yildan beri yozaman, faqat qo'lda yozardim. Men bu planner yaqinda 1 yildan beri ishlatishni boshladik va juda ham qulay ekan. Ko'pchilikning iltimosini inobatga olgan holda 7 yillik tajribamni sizlar bilan bo'lishdim. Bir haftalik planni yozib oldik. Buni amalda qo'llamaslik o'zingizlarga qolgan qaror. Lekin meni maslahatim qo'llash, chunki men bundan hech ham zarar ko'rmaganman. Aksincha, juda ham ko'p foydasini ko'rganman. Buni videoda ham aytib berdim. Kelajagimiz ilmga va xayrga to'la bo'lsin. Allohga omonat bo'linglar.